Bundan ro'paraso 100 kun avval Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamentining yangi tarkibi shakllangan edi. Oradan 100 kun o'tdi. Bu vaqt davomida yangi shakllangan Yoshlar parlamenti a'zolari nimalarga ulgurdi, qanday ishlarni amalga oshirdi, umuman yoshlarning ovozini parlamentda qay darajada eshitira olishdi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Sarnoz opa, umuman olganda yoshlarning parlamentda bo'lishi ularga qanday imkoniyatlar beradi? Assalomu alaykum, savol uchun rahmat. Birinchi o'rinda aytib ketishim kerak, O'zbekiston yoshlar davlati hisoblanadi. O'tgan yilgi 24-yildagi statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 10 millionga yaqin yoshlar istiqomat qiladi. Bu degani barcha parlament tomonidan, Qonunchilik palatasi va Senat tomonidan qabul qilinadigan qonunlar, boshqa qarorlar, palata tomonidan qabul qilinadigan qarorlar hammasi yoshlarga ham ta'sir etadi. Shu tufayli yoshlar ham mana shu qarorlar qabul qilinishida faol ishtirok etishi juda ham muhim deb hisoblayman. Bundan tashqari yoshlar uchun parlamentda faoliyat yuritish juda ham katta siyosiy maktab hisoblanadi. Chunki bu yerda olingan tajriba orqali ular kelajakda o'zlarini lider bo'lishlariga yoki faol fuqaro bo'lishlariga juda ham kuchli, mustahkam zamin yarata oladilar deb hisoblayman. Umuman olganda 100 nafar yoshlarning senatda bo'lishi ham katta yutuq va o'ziga yarasha mas'uliyat ham bo'ladi. Chunki millionlab yoshlarning ovozini senatda, parlament eshitira olish kerak. Aynan mana shu 100 kun ichida sizlar parlamentda qay darajada muhim rol bo'la oldingizlar? Avazbek, bilasizmi, yuqorida Sarnoz juda to'g'ri gapni aytdilar. Biz ommaviy axborot vositalari turli xil darajadagi rahbarlardan bir gapni juda ko'p eshitamiz, ya'niki O'zbekiston yoshlar mamlakati, chunki uni aholisining katta qismini 60% atrofida deyishadi, yoshlar tashkil qiladi. Lekin bir paradoks bor. Shu aholining katta qismi bo'lgan yosh nuqtai nazaridan qatlamni manfaatlari, xohishlari va istaklari shu O'zbekistondagi o'yin qoidalari, ya'ni qonunlarda ifoda etilyaptimi? Ularni kimdir eshityaptimi va u amalga oshyaptimi degan qiyin savol bor edi va shu savol va paradoksga javob shu bo'ldiki, prezident tashabbusi bilan 2020-yilda Yoshlar parlamenti instituti tashkil qilindi. Maqsad nima? Maqsad juda oddiy. Yoshlarning oldiga chiqib, ularning xohish istaklari, muammolarini va talablarini qaror qabul qiluvchi, imzo qo'yuvchi darajadagi shaxslarga yetkazishi va ularning manfaatlarini shu qonunlarda, loyihalarda, davlat siyosatida ifoda etish bo'lgan. Loyihalar, tashabbuslar haqida gapirsangiz, bilasizmi? Bu mening subyektiv fikrim. Biz juda ko'p loyihalar va tashabbuslarni ketidan yugurib, oddiy o'zimizning mas'uliyat va vazifalarimizni unutib qo'yapmiz. Ya'niki, birinchi o'rinda menimcha O'zbekiston yoshlari e'tiborni va eshitilishni xohlashadi. Ya'ni ularga katta startap, know-how, innovatsiya degan bir qo'sh tirnoq ichidagi zamonaviy so'zlar emas, oddiygina ularni o'sha qishlog'idagi, shahridagi, ularni kundalik hayotda ro'y berayotgan muammolarni eshitilishi kimdir tomonidan va o'sha muammolarni hal qilinishga urinishini ko'rishi ham menimcha juda katta dalda va ishonch beradi va mana shu yoshlar parlamentining a'zosi sifatidagi shaxsiy fikrim va ish faoliyatimdagi maqsadim eng kamida yoshlar bilan muloqot o'rnatib, ular davlatdan uzilib qolmagani, ya'niki davlat ularni o'z holiga tashlab qo'ymagani, ularni turmush tarzi, intilishlari, xohishlari bilan qiziqishini eslatib o'tish va ularni shu ingliz tilida feedback deymiz, ularni fikrini va o'sha qarashlarini, xohishlarini ikkinchi tarafga yetkazish deb o'ylayman. Fevral oyida davlatimiz rahbari yoshlar bilan uchrashuvda muhim bir taklifni aytgan edi. Endilikda parlamentda o'tkaziladigan yalpi majlislarda yoshlar parlamenti a'zolari qonun loyihalari bo'yicha o'z takliflarini bildiradi deb taklif bildirgan edi va ana shu haftaning o'zidayoq Senat yalpi majlislarda aynan siz o'zlaringiz qonun bo'yicha o'z takliflaringizni bildirdingiz. Bu haqiqatdan ham bilasizlarmi? Ko'pchilikning orzusi, chunki Senatning yalpi majlisida qonun bo'yicha o'zining fikrini bildirish bu har bir yoshga ham nasib etavermaydi. Bu qanaqa jarayon o'zi, qanday qilib so'z olasiz, qaysi qonunga qanday qilib taklif bildiradi? Aynan mana shu jarayon haqida ham birma-bir marhamat. Bergan savolingizni mohiyatini va uni qanchalik muhimligini bizni kuzatayotgan insonlar tushunishi uchun bir narsani gapirib o'tishim kerak deb o'ylayman. Balkim bu mening shaxsiy hissiyotimdir, adashayotgan bo'lishim mumkin, lekin kuzatamanki ba'zilarida qonunlarga nisbatan bepisandlik yoki uni qanaqa muhim kelishuv ekanligini tushunmaslik bor. Buni olib qarasangiz, qonun, konstitutsiya, kodeks bu bir kitobga yozilgan
zerikarli bir gaplar yig'indisi emasda. U agar uni negizida soddaroq qarasangiz, bu 40 millionlik O'zbekiston aholisini O'zbekiston hududida yashash to'g'risidagi o'yin qoidalari jamlanmasi. Ya'niki O'zbekiston hududida nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas. Va ushbu o'yin qoidalarini aynan deputat va senatorlar belgilab beradi. Va shu o'yin qoidalarini belgilash jarayonida senator bo'lmagan, lekin yoshlarni va davlat rahbariyatining ishonchini qozongan yoshlarga fikr bildirish, qaysidir qonunni ijobiy yo salbiy tarafini ochib berishga imkoniyat yaratib berish, bu menimcha bir katta siyosiy jasorat va iroda. Chunki ikkinchi tomondan esa bizga ham juda katta mas'uliyat, chunki siz xalq tanlagan 65 kam sonlik senatorlar oldida fikr yuritarkansiz, sizni fikringiz faqat Ibrohim va Sarvinozni fikri emas, bu sizni fikringiz darajasi butun O'zbekiston yoshlariga qaysidir ma'noda baho berib qo'yadi-da. Ya'niki sizni berayotgan fikringiz saviyali, chuqur o'ylangan va uzoqni ko'zlagan bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan bu juda mashaqqatli va qiyin mas'uliyat deb hisoblayman. Aynan texnik holatga kelsangiz, albatta biz faqat yalpi majlis kuni paydo bo'lib qolmaymiz u yerda. Ya'niki ushbu har bir komissiya a'zosi o'zini komissiyasini yo'nalishidan kelib chiqib, tegishli qo'mitaning yig'ilishlarida ishtirok etadi. Va ushbu qonun yalpi majlisga yetib kelgungacha uni taftish qilinishi, qaytarib yuborilishi, yaxshilanishi jarayonida ishtirok etib, qonun loyihasidan to'laqonlik xabardor bo'ladi va yalpi majlisga yetib kelgan tayyor qonunga o'sha joyda o'z fikrini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'niki ko'pchilik balkim adashib noto'g'ri tushunishi mumkin, ya'niki yoshlar faqatgina ko'z uchun yalpi majlisda bir so'z beriladi, ularni tayyorlab qo'yib va ular o'sha rus tilida aytadi, publikaga o'ynashadi deydi. Publikaga o'ynalmaydi. Rostdan ham bu jiddiy tayyorgarlikka asoslangan jarayon. Ibrohim juda ham to'g'ri aytdilar. Xususan o'zim ham aytib ketmoqchi edim. O'zim ham o'sha yalpi majlisda ishtirok etgan edim. Aynan kredit axboroti to'g'risidagi qonunchilikka o'zgartirish kiritish masalasi ko'tarilgan masala bo'yicha bundan oldin qo'mitani ishlarida ishtirok etib, qonun loyihasini, qonunni o'rganib chiqib, qonunning juda ham muhimligini ko'rdim. Aynan yoshlar uchun muhimligi, yoshlar uchun dolzarbligini ko'rib, mana shu masalada fikr bildirgan edim. Shu qonun haqida aytib ketmoqchi edim, chunki bu juda ham foydali, yoshlar uchun juda ham foydali deb hisoblayman. Mazkur qonunga ko'ra endilikda jumladan yoshlar o'zlarini nomlariga taqiq qo'yib qo'yishlari mumkin kredit rasmiylashtirishga. Ya'ni bu nima uchun xizmat qiladi? Bilamiz, hozir juda ham ko'p firibgarlik holatlari ko'payib bormoqda. Mana o'zimdan tanishlarimda ham bu holatlar bo'lgan. Afsuski, firibgarlik holatlarida ular boshqa odamni ma'lumotlarini, shaxsiy ma'lumotlarini olib yoki ularni ishonchiga kirib, ularni aldab, o'zlarining nomlariga kredit rasmiylashtirishga shunga jalb qilishadi. U aldangan fuqarolar o'zlarining nomlariga kredit rasmiylashtirib, mana shu mablag'larni firibgarlarni shotiga o'tkazib berishadi. Yoki bo'ladiki, o'sha ma'lumotlarni o'g'irlash orqali ular shu inson nomidan rasmiylashtiradi va u kodini qanaqadir hacker yo'llari orqali olib, mana shu kod orqali o'zlariga kreditlar rasmiylashtirib olishadi. Bu tufayli juda ham ko'p fuqarolar qurbon bo'lishmoqchi. Mana shunday firibgarlik holatlari tufayli yoshlarga nega dolzarbligini aytadigan bo'lsak, o'zimni tanishlarim ichida ham, misol uchun texnologiyalarni yaxshi tushunadigan tanishlarim ichida ham bunaqa qurbonlar bo'lmoqda, chunki ular o'zlari ko'p saytda o'tirishadi, o'zlari har xil reklamalar ko'rishadi, reklamalar orqali har xil phishing saytlarga kirib ketishlari mumkin. Mana shu saytlar orqali ularda juda ham ko'p ma'lumotlarni o'g'irlash bo'ladi. Ya'ni yoshlar qanchalik ko'p texnologiya ishlatadimi, bu texnologiyaning ichida hammasida hakkerlik xavfi bor. Mana shu xavfni oldini olish uchun taqiq qo'yib qo'yilsa, bitta taqiq qo'yilsa, hech qaysi bank mana shu inson nomiga kredit rasmiylashtira olmaydi. Kimdir ularning ma'lumotini o'g'irlab harakat qilishsa ham, kodlarini olsa ham, bu rasmiylashtirilmaydi. Bu 100% himoya hisoblanadi. Va albatta, qaysidir aytaylik, kimdir mana shu taqiqni olib tashlamoqchi bo'lsa, bemalol borib yangi ariza bilan murojaat qilib, o'zlarining nomidagi taqiqni olib tashlab, ya'ni o'zlarining xohishlari bilan kredit rasmiylashtirishari mumkin. Va shu o'rinda o'tgan oy aprel oyida poytaxtimizda o'tkazilgan Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasini biroz eslatib o'tmoqchiman. Chunki ushbu assambleya haqiqatda ham yosh parlamentariylar uchun ham muhim bir ko'prik vazifasini o'tadi. Aynan yoshlar parlamenti bugun xalqaro miqyosda qay darajada hamkorliklar olib boryapti, boshqa davlatlardagi yoshlar parlamenti bilan mustahkam aloqalar o'rnatyaptimi?
Rahmat savol uchun yana bir marta. To'g'ri aytdingiz. Parlamentlararo ittifoqni 150-yubileyida juda ham ko'p yoshlar bilan bog'liq bo'lgan tadbirlar tashkil etildi. Bu tadbirlarning bittasi yosh parlamentariylar forumi bo'ldi. G'urur bilan aytishimiz mumkin, mag'rurlik bilan aytishimiz mumkin. Mana shu forumda bizning yoshlar parlamentimizni vakillari ham, delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Raisimiz, yoshlar parlamenti raisi Laylo Aslonova nutq bilan chiqdilar va bundan tashqari keyingi mana shu forumni bo'ladigan keyingi tadbir, yig'ilish, majlislariga biz taklif ham bildirdik. Bu degani bizning ishtirokimiz shunchaki deklarativ bo'lmadi, balki qanaqadir foyda keltiradigan mana shu forumni kelajakdagi natijadorligiga hissa qo'shdik desam ham bo'ladi. Bundan tashqari umuman oladigan bo'lsak, yoshlar parlamentini xalqaro faoliyatini oladigan bo'lsak, xalqaro juda ham faolmiz deyishimiz mumkin. 100 kun kam ham ko'p ham kun demasam bo'ladi. Mana shu 100 hamma uchun har xil, kim uchun ko'pdir, kim uchun kamdir. Mana shu 100 kun ichida 3 oy, to'g'rimi? 3 oydan sal ko'proq ekan. 3 oydan sal ko'p davomida biz 3 ta yoshlar parlamenti bilan, 3 davlatning yoshlar parlamenti bilan faol xalqaro aloqalarni kelishib oldik desak ham bo'ladi. Misol uchun Belarus davlati bilan Belarus respublikasi bilan juda ham ko'p uchrashuvlar tashkil etmoqdamiz, juda ham ko'p tadbirlar tashkil etmoqdamiz. Albatta bu tadbirlar faqat tadbir uchun tashkil etilmayapti. Birinchi o'rinda bu tadbirlar tajriba almashish uchun. Chunki Belarus respublikasida ham yoshlar juda ham faol bo'lgani uchun, aynan parlament bosqichida faol bo'lganlari uchun mana shu yoshlarni qanday qilib faollikka yanada jalb etish, ko'paytirish masalalari bo'yicha biz tajriba almashmoqdamiz. Bundan tashqari Qirg'iziston va Tanzaniya respublikalari bilan ham biz uchrashuvlar tashkil etib, hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga maqsad qilib qo'yganmiz. Sizga bir insight ochamiz, ya'niki bizni yoshlar parlamentini hozirgi chaqirig'i tashkil qilinganda biz yoshlar parlamenti raisi va umuman a'zolar bilan bir narsani o'ylagandik. Kelinglar shu yaqin 5 yillikda biz shunaqa tashkilot bo'laylikki, dunyoda barcha yoshlar parlamentlari bilan aloqa o'rnatgan va uni yetakchisiga aylangan bir O'zbekiston ko'rinishidagi bir tuzilma bo'laylik degan bir g'oya bilan fikr, rejalar tuzib yurgandik va shu o'ylarimiz davrida siz aytgan parlamentlararo ittifoqni yig'ilishi bo'lib o'tdi va biz o'z taklifimizni qog'ozga tushirib uni rahbariyatga kirgizgunimizgacha davlatimiz rahbari shu taklifni aytib qoldilar. Hozirgi shu xalqaro miqyosdagi munosabatlarimiz va aloqalarimizni gapirarkanmiz, bu yerda bir muhim jihat bor. Biz o'sha davlat rahbari nutqda aytgan, O'zbekiston negizida, O'zbekiston yetakchiligida dunyo yoshlar parlamentlarini institutsional bir birlashtiraylik, O'zbekiston markaz bo'lsin, yetakchi bo'lsin degan fikr bor edi va biz hozir xususan Sarvinoz bilan boshqa komissiyamiz a'zolari bilan birgalikda har birimiz dunyodagi mavjud yoshlar parlamentlari bilan aloqa o'rnatishga intilyapmiz. Har bir yoshlarga oid tashkilotlarning asosiy vazifasi bu yoshlarning, aynan chekka hududlardagi yoshlarning muammolarini eshitib, unga yechim topish, ularning takliflarini aynan yoshlar parlamentining vazifasi esa parlament minbariga olib chiqish. Endi ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ramiz, kuzatamiz, turli hududlarga tashrif buyurasizlar, hududlarda o'rgatish ishlarini olib boryapsizlar. Aynan mana shu hududlarga tashriflar chog'ida yoshlar sizlarga qanday takliflar aytyapti, qanday muammolarni bildiryapti, aynan shu haqida ham bo'lishsangiz. Oddiy misol tariqasida keltiraman. O'tgan hafta biz yoshlar parlamenti a'zolari Navoiy viloyatiga tashrif buyurdik va bir kun ichida qo'ldan kelgancha 5 ta obyektga bordik. Ularning ichida yoshlar markazi, Navoiy Uran davlat korxonasi, qamoqxona, turli xil iqtisodiy erkin zonalar va u yerda asosiy qilgan ishimiz yoshlar bilan uchrashib, ularning mehnat faoliyatida, turmush tarzida, umuman viloyatda yaratilgan imkoniyatlar, muammolarni eshitishga intildik va sizga oddiy bir misol, qanchalik stereotip va odatiy fikrlashimizga yana bir marta guvoh bo'ldim. Men qamoqxonaga kirishdan oldin u yerda boshqacha atmosfera, boshqacha muhit kutgandim, lekin Kolumbiya universitetini bitirib, hozirda qamoqxonada jazo o'tayotgan bir yigit 180 nafar jazolanganlarga ingliz tilini o'rgatyapti. Va ularning 20 tasi hozirda IELTS imtihonini topshirishga tayyor ekan. Ular bizdan nima yordam so'radi deb so'rasangiz, aytardimki, ular shu imtihon topshirish imkoniyatini yaratib berishimizni so'rashdi. Va o'sha qamoqxonaga kirganimda men xuddi biznes inkubatorga tushib qolgandek bo'ldim, chunki u yerda qishloq xo'jaligidan tortib, kiyim tikish, poyabzal tikish, qo'l ishi bilan turli xil mahsulotlar yaratish, ya'ni kichik tadbirkorlikni
qamoqxonada o'sha jazosini o'tayotgan yoshlarimizga o'rgatib, ular qamoqxonadan chiqqandan keyin o'z o'rnini jamiyatda topib olish, eski shu xato qilgan yo'lga kirib ketmasligini ta'minlash uchun katta sa'y-harakatlar amalga oshirilganini ko'ryapmiz. Hattoki ularga guvohnomalar berilyapti, tegishli kurs, tegishli amaliyotni o'tagandan keyin shuni isbotlovchi hujjat, ya'niki ular ozodlikka chiqqandan keyin biror bir kasb egasiman yoki biror bir yo'nalishni bilaman desa-yu unga ishonishmasa, jamiyatda ularda hujjat bor buni isbotlaydigan. Shu nuqtai nazardan albatta muammolarimiz ham yetarlicha, lekin quvonarli yutuqlarimiz ham ko'p deb o'ylayman. Aynan 100 kun avval Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Kamalovna yoshlar parlamenti a'zolari bilan uchrashuvda kelgusi 6 oy davomidagi ish reja bo'yicha ham alohida to'xtalib o'tgan edi va mana shu o'tgan 3 oy va kelgusi 3 oy davomida yoshlar bilan aynan qaysi sohalarda ish olib bormoqchisizlar? Bular ta'limi, bandlik, ekologiya, umuman qaysi sohani ustuvor deb hisoblaysizlar? O'ylashim bo'yicha barcha siz aytgan sohalar yoshlar uchun qiziq deb o'ylayman. Siz eng mainstream deymiz, mainstream yoshlar orasida mainstream bo'lgan mavzularni aytib o'tdingiz. Ekologiya ham, ta'lim ham, innovatsiyalar ham bu yoshlarga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli bo'lgan mavzular. Misol qilib keltirishim mumkin, ekologiya bo'yicha bizga ko'p savollar kelib tushgan. Aynan ekologiya bo'yicha bizda alohida komissiya ham bor. Mazkur komissiya qo'mitaning ishida ham ishtirok etishadi. Ekologiya bo'yicha mas'ul qo'mitaning ishida ham mana shu keladigan savollarni o'rganib chiqib, ekologiya komissiyamiz mana shu qo'mitani yig'ilishlarida ishtirok etib, mana shu mavzularni ko'tarib boradi. Bundan tashqari ta'lim masalasi bo'yicha aytdingiz. Ta'lim masalasi bo'yicha ham qo'mita bilan ham bizning komissiya boshqa a'zolarini ham uchrashuv tashkil etilgan, unda ham fikrlar bildirilgan. Bundan tashqari aynan ta'lim jarayonida korrupsiyani oldini olish, korrupsiyani yo'qotish masalasi bo'yicha ham takliflar bildirilgan. Innovatsiyalar ham juda ham muhim deb hisoblayman, chunki bu aynan yoshlar mutaxassis, ekspert deb o'zini biladigan soha deb hisoblayman. O'zi umuman ijtimoiy sohalar, bandlik sohalari ham juda ham yoshlarga qiziqarli deb hisoblayman va qaysidir sohani birinchi o'rinda deyish juda ham qiyin, chunki bularning barchasi har tomonlama muhim deb hisoblayman. Ko'pgina mamlakatlar o'zining boyligi sifatida tarixiy yodgorlik binolari, tabiiy konlari yoki qanaqadir boshqa obyektlar bilan maqtansa, O'zbekistonning boyligi bu uning yoshlari. Umuman olganda bugun davlatimiz rahbari va davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosat ham aynan yoshlar uchun barcha eshiklarni, barcha imkoniyatlarni berish va ochishdan iborat. Va shu o'rinda bir savol, O'zbekiston yoshlarini xalqaro miqyosda imijini yanada yuqorilash uchun, yanada ko'tarish uchun qanday ishlar qilish kerak bugun yoshlar parlamenti? Siz juda ham yaxshi gap aytib ketdingiz. Biz davlatimiz yoshlar bilan g'ururlanamiz deb, chunki aytib o'tilgan parlamentlararo ittifoqda ham shu ittifoqning prezidenti va boshqa rahbar o'rnidagi lavozim egalari, shaxslar shuni aytib ketishdi. Siz O'zbekistonda yoshlar juda ham faol ekan, juda ham aktiv ekan deb shuni aytib ketishgan edi. Bu nima deydi? Bilinib turibdiki, albatta bizni yoshlar juda ham ko'zga tashlanadi, juda ham faolligini tan olinishi desa bo'ladi. Savolingiz o'ziga qaytadigan bo'lsak, nima qilishimiz kerak imijini ko'tarish uchun? Albatta birinchi o'rinda yoshlarimiz qilayotgan ishlarni ko'rsatib berishimiz kerak. Mana shu xalqaro auditoriyaga, chunki O'zbekistonda juda ham nima deydi, mag'rurlansa bo'ladigan yoshlar juda ham ko'p. Hamma sohalarda, madaniyat, sport, ilm, fan barcha sohalarda bor. Bularning albatta faoliyatlarini ko'rsatib berishimiz kerak va ikkinchi o'rinda mana shu faoliyatni yanada kuchaytirishga, mustahkamlashga motivatsiya berishimiz kerak, imkoniyatlar berishimiz kerak. Bu o'ylashim bo'yicha aytmasak ham bo'layotgan ishlar deb hisoblayman, chunki davlat tomonidan, davlat rahbari tomonidan juda ham ko'p islohotlar olib borilmoqda, agentlik tomonidan, yoshlar ishlari agentligi tomonidan juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilmoqda, kreditlar ajratilmoqda ularning startaplari uchun, har qanday innovatsiyalar haqida bundan oldin aytib ketildik, innovatsiyalar haqida, innovatsiyalarga juda ham ko'p kreditlar ajratilmoqda. O'ylashim bo'yicha har tomonlama mana shu ishlarni xalqaro miqyosda ko'rsatib berishimiz kerak birinchi o'rinda. Fikrim bor va fikrim balkim juda ko'p tanqidga uchrashi mumkin tengdoshlarimiz tomonidan. Gap shundaki, bilasizmi, psixologiyada bir narsa borki, so'z nutq aldashi mumkin, lekin amaliyot aldamaydi, xatti-harakat. Va agar kimdir O'zbekistonda davlat tomonidan yoshlarga imkoniyat yaratilib berilayotganiga shubha qilsa, so'zlariga ishonmasa, amaliyotga nigoh solsa bo'ladi. Misol uchun, siz chet elni top universitetlarda o'qimoqchimisiz? Marhamat, el-yurt umid jamg'armasiga boring, sizga davlat ta'limdan tashqari yashash, turish, hamma xarajatlaringizni qoplab beradi. Biznes boshlamoqchimisiz?
biznes rejangiz bilan bankka boring. Davlat rahbari tomonidan Aloqa banki va Yoshlar ishlari agentligi biriktirib berildi. Shu masalani, yoshlarning shu masalasini yechib berish uchun va turli sohalarda imkoniyatlar bor. Yoshlar asosan bir narsani tushunish kerakki, davlat sizni qo'lingizdan ushlab, sizni maqsadingizga, siz o'rningizga erishib qo'ya olmaydi. Davlatning asosiy funksiyasi xalqning xavfsizligini ta'minlash va uni farovon yashash uchun imkoniyat yaratib berish. Imkoniyatdan foydalanish bu hammaning shaxsiy qarori va huquqi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, savolni sal savolni ham o'zgartirgan bo'lardim. Gap davlatda ham emas, buni olib qarasangiz, gap yoshlarning o'zida qanchalik ularni xohish va maqsadlari qanchalar global. Siz global savol berdingiz-da, ya'niki dunyoda bizni tan olishlari, bizni darajamizga va saviyamizga baho berishlari. Davlat qanchalik imkoniyat yaratib bermasin, undan foydalanadigan qatlam va yoshlar bo'lmasa, hech qanaqa islohot, hech qanaqa imkoniyat besamar qoladi. Shuning uchun hammaga baribir o'zimizni deb o'ylayman. Va albatta sizlarning ham va podkastimizning ham vaqti chegaralangan. Shuning uchun oxirgi savolim, yoshlar parlamenti kelgusida qanday loyihalarni rejalashtiryapti, umuman rejalari qanday, shu haqida ham gapirib bersangiz, menimcha hamma yoshlarga shu qiziq. Chunki yoshlar parlamentdan ko'p narsalarni kutishadi. Hozirda aytib ketishim kerak, yoshlar parlamenti faqat tadbirlar bilan shug'ullanmaydi, chunki biz ko'p tadbirlar haqida gapirdik. Tadbirlardan tashqari biz analitik ma'lumotlar, analitik materiallar ham tayyorlaymiz. Bu albatta unaqa ko'zga ko'rinmaydigan protsess desak ham bo'ladi. Qo'mita ishlari doirasida amalga oshiriladi. Bu ishlar sekin-sekin bo'ladi. Ikkinchidan, 100 kun ichida biz qanaqadir qonun loyihasi ishlab chiqdik deya olmaymiz, chunki albatta har qanday qonun loyihasi bitta qonunni moddasiga o'zgartirish kiritishni o'zi juda ham katta hisoblanadi. O'zim misol uchun doktorant sifatida aytishim mumkinki, bitta taklif ishlab chiqish uchun juda ham katta izlanishlar, juda ham ko'p tadqiqotlar olib boraman. Shundan kelib chiqib, albatta biz maqsadimiz mana shunaqa tadqiqotlarni ko'paytirish, songa emas, sifatga ishlash, mana shunaqa takliflarni ko'paytirib, albatta sekin, lekin sifatli takliflarni ko'paytirib, parlament doirasida ko'tarish hisoblanadi. O'zbek kengroq gapirsam, bilasizmi, O'zbekistonda so'nggi 8 yilda jamiyatning siyosiy madaniyati o'zgarib boryapti, ya'niki unda vakillik organlari, ya'niki parlamentdagi senator va deputatlarga ishonch hissi oshib boryapti asta-asta. Bu davlat rahbariyatini tizimli va strategik qarori orqali ro'y berayotgan hodisa va shu o'rinda shu o'zgarishlarning qismi sifatida biz ham bormiz. Ya'niki biz endi 6 yoshdamiz, 6 yoshga to'lyapmiz. 2020-yilda tashkil qilinganmiz va bizni oldimizdagi eng asosiy loyiha ham, tashabbus ham, boshqa narsa ham bu yoshlar bilan aloqa o'rnatib olib, ular bilan muloqot qilish madaniyatini shakllantirib olish. Ya'niki yoshlarda bizga nisbatan ishonch hissini uyg'otish. Ya'niki muammo tug'ilsa, tizimli muammo tug'ilsa, tashabbus paydo bo'lsa, bizga murojaat qilish hissini uyg'ota olish. Bizning asosiy maqsadimiz shu. Va undan tashqari har bir komissiya yo'nalishida, misol uchun xalqaro komissiyada yuqorida aytib o'tdik, asosiy masala dunyo parlamentlarining yetakchisiga aylanish. O'zbekiston platformasi, O'zbekiston fundamenti ustida dunyo parlamentariylarining, yosh parlamentariylarining birlashtirish, ta'lim yo'nalishida ta'limdagi muammolarni isloh qilish, yaxshilash, o'rganish va har bir sohada o'zini komissiyasidan kelib chiqib tashabbus, g'oya va fikrlar bor. Va keyingi sonlarda ko'proq bu to'g'risida ma'lumot olsangiz kerak. 200-300 kunlik bo'lganda yanada ko'proq loyihalarni sizga aytib bera olamiz deb umid qilamiz. Bir narsa, misol uchun bizni ikkinchi chaqiriqni oldimizdagi asosiy maqsadlardan biri bu songa emas, sifatga ishlash. Ya'niki biz odamlarni ko'zini shira qilish uchun 5 ta loyiha qildik, 10 ta joyda uchrashdik deganimiz bilan, lekin undan natija bo'lmasa, bu o'zimizni aldab yurishimiz bo'ladi. Shuning uchun bizning maqsadimiz mayli kamroq qilaylik, lekin shu kam sonli yoshlarimizga naf bo'lsin, foydasi tegsin. Shu maqsad. Katta rahmat. Rahmat. Podkastimizni yakunlaymiz. Taklifingiz uchun rahmat. Taklif uchun rahmat.